Men o'sha payt ham Moliya studiyasiga borardim, ham ishga borardim, ham institutimga borardim. Qopgan ko'tarib olib, transport o'sha payt avtobus, metro. Biz qiyinchilik bo'lgan joyda natija yaxshi bo'ladi-da. Ehtiyoj bilan maqsad. Chunki insonda shu ikkita narsa insonni majburlaydi-da. Agar senga pul kerak bo'lsa, anta yig'lab turgan kimdir bo'lsa, chunki oilangga och qolib ketish kerak emas-da. Sen ishlashing kerak. Pul topmasang bo'lmaydi. Maqsad aniq qilish o'sha narsa. Xo'p, Asadbek mana kontraktlaringizni o'zingiz to'lasiz. Kichigidan boshladingiz. Endi kattasiga o'taylik, nima pulishli bo'ldi. Hozir qiyindek tuyulishi mumkin o'qish, lekin o'qishning o'zini davri bor. Ishlashning ham davri bor-da. O'qish paytida inson zo'r o'qib qo'ysa, u yo'g'ida muammo bo'lmaydi. 2,5 yildan shu ishlayotgan bo'lsam, sheriklar ham bir marta ham Asadbek san deyishmagan. Asadbek siz deyishgan. O'quvchilarda shunaqa narsa bo'lyapti. Haqiqatdan ham shunaqami? Rostdan shunaqami degan savol ko'p bo'ldi. Assalomu alaykum Asadbek, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ko'rib xursand bo'ldim. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Asadbek, bugun mana sizni ishxonangizga tashrif buyurdi. Bizning podkastning nomi, endi intervyusi ham bo'ladi, podkasti ham bo'ladi. Haqiqatdan ham shundaymi deb nomlaganmiz. Nimaga bunaqa deb nomlaganmiz? Ozgina tushuntirib ketaman. Mana o'quvchilarimiz ham kuzatib turishibdi. Biza mana Moliya studiyasi 4 oylik, 3 oylik, 2 oylik, 1 oylik har xil kurslarimiz bor, lekin asosan bizga mijozlar keladi noldan o'rgangan. Va shu qatori siz ham bizga noldan kelgansiz. Shu o'quvchilar kelganda bizdan nima olishini biz ularga qiymat berishimizni tushuntirib beramiz. Bilsangiz, birinchisi butun umrlik kasb egasi qilaman. Ilm beraman. Va agar Alloh nasib qilsa sababchi bo'lsam, ish topishida ko'makchi bo'laman. Keyin ular ishlab ketgandan keyin biz ularni keyingi holatini ham ko'rsatib beramiz. Keyin bizda shu narsa fikr keldiki, o'quvchilarda shunaqa narsa bo'lyapti. Haqiqatdan ham shunaqami? Rostdan shunaqami degan savol ko'p bo'ldi. Shu uchun keyin men aytdimki, bitta podkast qilaylik, shuni nomini haqiqatdan ham shundaymi deb nomlaylik degan taklif bergandan keyin mana marketing bo'limi jamoamiz tomonidan ma'qullandi. Keyin biz shuni nomini haqiqatdan ham shundaymi deb nomladik. Bugungi tashrif uchun sizga oldindan alohida rahmat aytaman. Bir paytlar G'irnoldan kelgan Asadbek mana katta korxonalarda buxgalter bo'lib ishlayapti. Bundan men xursandman. Siz Asadbek shu boshlashdan oldin baribir endi bizani ko'rayotgan muxlislar bor, o'quvchilarimiz bor. Ko'proq biz ularga bugun nima beramiz? Shu joyini gapirib o'tib keting. Bizani kuzatayotgan mana o'quvchilarim, bizani yangi muxlislarimiz bor. Ya'ni ikkilanib turgan joyi bor. Men shu Moliya studiyasida o'qisam nima olaman? Ular ishga joylarkan. Rostdan ishga joylarmikin degan savollar bor, shubhasi bor. Chunki bu uyda o'tirgan ayollar bor yoki bir kasbda deylik bir usta bo'lgan, mashina tuzatadi-da, men kasbimni o'zgartirsam, eplab ketarmikinman degan shubhalar bor. Mana biz bugun mana shu narsani ochib bermoqchimizki, ularda shubha qolmasin. Shu oxirgi gapingizga bitta misol keltiraman. O'zimdan Radnoy akam. Temiryo'l kollejni bitirdilar. Xo'p. Temiryo'l kollejda endi ishga kiramandilar. Keyin IT sohasiga yo'lga kirdilar, o'qishga, u yerni bitirdilar. IT sohasidan ham bir ish izlamalar qildilar. Bo'lmadi, keyin oxiri televizorlarda dorilarni reklama qiladi, o'shani call centerga kirib, glavniy operatorgacha chiqdilar. Keyin u yerdan ham bo'lmadi, keyin ofisga kirdilar ishga. U yerdan ham sarligini oliy pastligini qildi. Keyin akam mana hozir 3 ta sohani o'rganib turib, sizni oldingizga bordim, buxgalteriya kursini o'rgandilar. Hozir buxgalter yordamchisi bo'lib, hozir yana buxgalteriyani o'rganib, yana ish topib, ya'ni nima demoqchiman? Akam menda ko'rdilar. Natijani ko'rdilar. Qanaqa yurishimni, misol uchun nima ishlar qilayotganimni, nechta pul aylanayotganini ko'rdilar-da. Keyin ular ham aylandilar, 4 oy o'qiyman dedilar. O'qidilar, hozir buxgalterlikni o'rganib. Xudo xolasa
уже bizani uyda konkurensiyaga tortib sandan o'taman. Nodila bo'ldi aka. Konkurent o'sish bo'ladi-da. Ha. Mana shu gapingizga men 100% qo'shilaman. Qanaqa ma'noda desa, faqatgina insonlar eshitganiga emas, ko'rganiga ishonadi. Ayrimlar. Biz shuni isbotlaymiz. Mana misol moliya ustasi ish bilan ta'minlaydi, o'rgatadi, kasb egasi qiladi. U yog'iga ham biz qarashamiz deymiz-ku. Mana shuni so'z isboti bilan olib chiqyapman. Ya'ni siz bilan. Chunki mana endi siz o'zingiz haqingizda gapirib bering, ozgina qisqacha ma'lumot nimaga? Siz nechinchi yil o'qidingiz? Qanaqa kelib qoldingiz? O'zi kim edingiz? Asadbek qanaqa bo'lgan oldin? Shuni ozgina ochiqlab bersangiz, keyin sekin u yog'iga kirib keturamiz. Chunki bu yerda kuzatuvchilar o'zi kim ekan bu bola deydi. Buxgalteriyaga o'zi kelmasimdan oldin maktab payti o'qiyotgan paytim o'zi endi ochchasiga aytaman, o'zi shogirdga aytaman, oldin mashina sohasida vulkanizatsiyada ishlaganman. Ochchasiga aytaman. O'zi nechinchi yilsiz Asadbek? Men o'zim 2003-yil bolaman. Hozir 20ga salkam ketyapmiz-da. Vulkanizatsiyada ishlamni qilardim. O'zi o'qishimni niyat yo'q edi o'sha paytlar. Bir kun bitta biradan kelganlar. Qop-qora malibu tako kiyinganlar. Xuddi xohlasa urovingga chiqaman odatimda. Keyin Maqsad qo'yildi. maqsad qo'yildi. Bo'lmasam uydagilar yoshligimdan beri matematikaga, ingliz tiliga har analiz qo'shimchalar qo'yishda bo'lmadi. Mana shu Malibudagi birata motivatsiya bo'ldilar. Bo'ldi deyman, o'qidim deb yo'juga kirdim o'qishga. O'qishga kirgandan keyin adamga aytdim, "Ada, endi men ustun bo'lishim kerak, nimadir va qog'ozlarni o'rganishim kerak" dedim. Adam o'sha payt Asaka bankda ishlaydilar. Tanish qilib praktika amaliyot o'tash uchun Asaka bankda 8-9 oy yuridik shaxslar bilan ishlash, ofislar bilan ishlashdi. Ularda hujjatlarni o'rgandim. Asaka bankdan ketganimdan keyin anaqaga firmaga ishga kirdim. U yoqda o'zim buxgalteriyani bilmayman. O'zim men bankdan chiqqan odamman. Menga shot fakturani ixtisos qo'yishdi. Shot fakturani ketma-ketlik bo'yicha taxlaganda berib qo'yishdi. Hech nima tushunmayman. Shogird bo'lib tushgansiz. Lekin o'qimagansiz. Yo'q, o'qimaganman. Hech nima tushunmayman. Menga shot fakturani taxlagan deyishdi. Men shot fakturani nimasi bo'yicha taxlashimni bilmasdim. Oldi orqa qilib mana taxladida bir chekkaga tomon qo'yardim. Keyin o'sha yerda bitta Kamoliddin aka degan odam aytadi, "Sen bir kun buxgalteriya kursiga o'qi, bir kun biznikiga. Bir kun o'qi, biznikiga." Xo'p bo'ladi dedim. Keyin sizlarga bordim. Sizlarga borishdan oldin men Asaka bankda ishlayotgandim. Instagramda kuzatardim. Siz videolaringizni ko'rardim. Moliya studiyasiga bordim. Keyin o'sha kurs boshlandi. Kurs boshlanganda baribir menga ancha qiyinlik qilgan. Shotlar anaqalar. Keyin siz menga Katta o'qituvchi bo'lib kiraganlar. katta o'qituvchi bo'lib, keyin siz aytdingizki, o'qish kerak dedingiz. Hozir o'qi, hozir nima qil. Siz menga majbursiz qilib berdingiz. Har kuni kelib tayinlanishimga. Men bu yoqdagi firmamni vaqt soatini kamaytirdim. Men o'sha payt ham moliya studiyasiga borardim, ham ishga borardim, ham institutga borardim. Eslayman. Popkani ko'tarib olib, transport o'sha payt avtobus, metro qilib. Ko'rdingiz, qiyinchilik bo'lgan joyda natija yaxshi bo'ladi-da. Chunki har doim aytaman, insonda ikkita narsa bo'lsa, inson yaxshiroq oldiga qarab buksavat qilib ketadi. Ehtiyoj bilan maqsad. Chunki insonda shu ikkita narsa insonni majburlaydi-da. Agar senga pul kerak bo'lsa, anta yig'lab turgan kimdir bo'lsa, chunki oilangga och qolib ketish kerak emas-da. Sen ishlashing kerak. Pul topmasang bo'lmaydi. Maqsad. Maqsad aniq qilish o'sha narsani. 6 oy kutilayotgan natija 2 oylik natija bilan hal qilsa bo'ladigan joylari bo'ladi-da. Chunki tinmaysan-da. Shulardan biri mana siz 3 ta joyga yugurib esimda, keyin natija zo'r bo'lgan-ku. To'g'rimi? Keyin imtihon bo'ldi, to'g'rimi? Imtihondan qanaqa o'tdingiz? Imtihonda hozir o'tdim, Qizilga. Ijobiy. Mani ko'z qo'rqoq, qo'l botirda shunga yetadi. Mana 6 oy yonimda yurdingiz, undan keyin mana rozi bo'lsangiz, duo qilsangiz ketaman dedingiz.
Men o'sha jarayongacha eslayman. Undan keyingi jarayonlar qanaqa bo'ldi? Asadbek nima natijalarga erishdi? Nima yutuqlar bo'ldi? O'shalarni qisqa aniq aytib bersangiz, hammaga manfaatli bo'ladi. Moliya studiyasidan o'rganganimni mana uncha odam qilamagan ish bo'ldi. Audit firmaga o'tdim. Bizdan keyin audit firmaga boramiz. Aha. Suhbat qanaqa bo'lgan? Buxgalteriya emas, audit. U yoqda Atenesdan tortib hammasigacha savol javob qilishgan. Nima bilasan, nima qo'yasan. Bo'ldi, уже savol javob o'tgandan keyin уже 3 oy ish o'rgandim. Uni Bekdagi narsa Savol javobidan qanaqa o'tdingiz? zo'r o'tdim. Sizni moliya ustasida o'qigan bilimlaringiz o'tda qanchalik foyda berdi? Chunki men o'zi buxgalteriyani tushunmasdim. Ular menga buxgalteriya jihatlama NDS nima, daromad solig'i, NDS qanaqa to'lanadi, u foyda solig'i chegaralangan, chegaralanmagan qalarga nimalar kiradi. Ya'ni ma'lumotlarni bilish bor, ma'lumotlarni bilganni tushuntirib olish bor. Ya'ni men sizda 4 oy bilim oldim. Sizni motivatsiyalaringizdan men o'rnak oldim. Keyin men 6 oy yana plus shogird bo'lib gapirishni o'rgandim. Tilimni chiqardim. To'g'ri. Keyin men ularga tushuntirib bera oldim. Ularga bu yoqda 3-4 oy yurdim ular bilan. Keyin ular menga ishsim daromadga chiqdingiz keyin. Zo'r, malades. Qancha o'tda faoliyat yuritdingiz keyin? Bu mehmonxonaga qanaqa kelib qoldingiz? Bu yoqda firmalarni tekshiradi deb aytib, endi audit firma sezonniy ish bo'ladi. Balansni yopgandan keyin asosiy anaqa tekshiruvlar boshlanadi. O'sha sezonlar anaqalar ishlar kamaygandan keyin bu firmadan o'zani firmaga telefon bo'ldi. Menga dasturning buxgalteriyani tushunadigan bola kerak deyishdi. O'sha paytda Otajon aka ustozim, Ulug'bek ustozim dedilar, bor. Bittani siz bopa bor. Ayam pishgandilar. Keyin men ustozga aytdim, ustoz dedim, men auditni o'rganing, oxirigacha o'zim tekshiradigan polni o'rganing desam, Asadbek siz yana bitta buxgalteriyani ko'rib, yana o'rganib olishingiz kerak dedilar. Chunki siz tekshirishni bilasiz, lekin tekshirgan joylarni bilaman. Lekin siz o'sha buxgalteriya atmosferasida nimalar aylanyapti, nimadan qattiq bekita oliydi. Ya'ni siz audit bo'lmoqchimisiz, buxgalteriyani yaxshilab o'rganing. Tubiga tushinglar. Xo'p dedim. Bo'ldi dedilar. Keyin ustozim telefon qildilar. Alisher aka degan Gilan buxgalteriya 15-20 minutda boradi dedilar. Bordim. Ko'rdilar. Savol javob qildilar. Keyin Qotampa degan ustozim bor. Juda hurmat qilaman u ustozni. Ular ham 45 minut savol javob qildilar. U nima, bu nima. Ertasi kuni keldim, ish boshladim. O'sha paytda oyligim 5 milliondan boshlandi. Boshlanish bo'tdi. Oyligingiz 5 milliondan boshlandi. Ishimni ko'rishdi, yaxshi bo'ldi. Keyin opa kirdilar. Bu bolaning oyligi 5 million emas, 5,5 dedilar. Oshirlar. Qilayotganingiz ma'qul keldi. Ma'qul keldi. Undan keyin o'sha bu yoqni atmosferasiga o'rgandim, anaqa qilib, keyin menga bir kun muammolar chiqib qolib, cheklar bo'yicha 2 yillik. Ya'ni bizada turistlar tomonidan turistlarga qo'yiladigan yig'im bor. Ularga ekpo noto'g'ri qo'yilganiga 2 yilga 2,5 mingta, 3 mingta chek bor edi. Hammasini bittalab chiqdingiz. Bittalab qildi. Keyin men sizni darsingizni olganman-ku. U yengili anaqa bormi dedim, ishqildoq bormi dedim. Bormi desam, baraka toping dedilar. Har bitta mehnat alohida pul turadi degansizda, malades, o'zini qadrini bilgan buxgalter hech qachon kam bo'lmaydi. Shogirsiz deb baribir. Nima bo'ldi keyin?
Alohida qilib berishdi mukofot puli. Ha, Zo'r, malades. avvalambor rahmat dedim. Ularning ishonchini qozondim, chunki menga u ishni aytishdi, men qila oldim. Malades, zo'r. Lekin mana boyagi yuqorida bitta gap aytdingiz. Mana shu narsani ochmoqchiman hozir. Birinchi shogird tushgansiz. Shogird tushib bordingiz, jarayon aytyapsiz, просто shakllarni to'g'irlab qo'ygansizda, ustida yozuvga qarab. Lekin nimaligini tushunmagansiz. Ko'p savol bo'ladi-da shunaqa. Men o'zim ham guruhlarga kiraman. Savol berganimda o'qib turib borgan yaxshimikin yo ko'plar aytadi shogird tushib o'rganib ishlab ketgan yaxshimikin. Nima deysizlar desam, endi ular o'qib hali ishlab ko'rmaganu. Hamma har xil javoblar bo'ladi-da. Men o'ylayman, shogird tushgan yaxshi dedik. Siz birinchi o'shani qilib ko'rgan ekansiz. Mana fikringiz qanaqa? Mana ko'rib turgan odamga nima degan bo'lasiz? Shogird tushib o'rgansangiz, robotsiz. O'qib turib Keyin shogird bo'lib borsa, shogird bo'lib borsangiz, siz bu kadrsiz. malades, to'g'ri. Kadr bilan ancha farqi bor. Kadr bo'lib borsangiz, sizga alohida hurmat, e'tirof, siz bilan gaplashish ohangi. Ya'ni men bu ishxonaga o'qib, bilimim bilan keldim. Nechinchi yil kelgansiz? 2024-yil. Bizlar nechinchi yil o'qigansiz? 2023 3 boshi. boshladi qish paytlar. O'qib keldim. Mana 2,5 yildan shu ishlayotgan bo'lsam, sheriklarim bir marta ham Asadbek san deyishmagan. Asadbek siz deyishgan. Har doim siz. Nimaga? Chunki bu yerda men kadr bo'lib kelganman. O'qib bunaqa ishni tushunib kelganman. Agar men noldan bo'lib kelganimda, hech nima bilmasdim, mana shu yerda o'rganaman deganimda, Asad ana unaqa qilib bir piyola choy damlab ol. Keyin shot fakturani chiqarib qo'ydim, o'zing sertifikatini qilib qo'y bo'lardi. Ya'ni bu yerda ish o'rganasiz, lekin o'smaysiz. To'g'ri. Men nafaqat o'quvchilarimga, xodimlarimga ham aytaman-da shu narsani, Asadbek. Ikkita yoshi katta odamni eshikdan kutib olish jarayoni bo'ladi-da. Qarab tursangiz, ko'p joyda shunaqa. Ikkita odamni yoshi katta, lekin uni kutib olish ikki xil. Birinchi yoshi katta odam kirib keladi, hamma kelib assalomu alaykum, yaxshimisiz deb qo'li ko'ksida muomala qilib juda chiroyli kutib oladi-da. Ikkinchi yoshi katta kelgan odamga assalomu alaykum deb qo'yishadi bo'ldi. Nimaga o'sha savol beraman-da, nimaga shu ikkita yoshi katta odamga ikki xil muomala bo'ldi desam, bir xil endi hammadan har xil fikr chiqadi endi o'quvchilardan. Yoshi kattaligida unisi yo'q. Eng katta narsa bu yerda bilimida, ilmida. Birinchi kirgan odam ilmli, bilimli bo'lgani uchun u odamning hurmati baland bo'ladi. Ikkinchi odam bilimda, tajriba jihatdan kam, bilim yo'qligi uchun u odamga hurmat unaqa katta bo'lmaydi. O'sha uchun siz ham mehmonxonaga kelganingizni bilib keldingiz, hurmat qilishdi. Mana cheklarni qilib berdingiz, sinovdan o'tdingiz, bu yaxshi natija. Barakalla, bu zo'r. Asadbek A tochkadan B tochkaga olganda Asadbek nima yaxshi muvaffaqiyatlarga erishdi buxgalteriyaning orqasida? Chunki mana vulkanizatsiyada ishlab buxgalteriyagacha mana A tochkasidan B tochkasiga o'ylagansiz. Mana shu tochkalarda qiyinchilik bo'ldi, qiynaldingiz. Nima endi odamlarga mana men bunga erishdim, san ham qilsang bo'lar ekan degan nimangiz bo'ldi? Boshida kichkinasidan boshlaymiz. Xo'sh, O'zbekiston sharoitida, Toshkent sharoitida odam o'zini eplash. Ya'ni ota-onadan, ta'minotdan uzilish. Malades. Mustaqil. Kontraktlarni to'lay olish. Kontraktlaringizni o'zingiz to'lashga o'tdingiz o'zi. Magistratura, men bu ishxonaga kirganimda 3-kurs edim. 3 o'qidim. Magistratura, buni kontrakt. Qarang, shu joyda bitta narsani ochib ketaylik. O'qib turib ishladingizmi? Sizga o'chnimidi, zavuchnimidi? Вечерний. Kechga, lekin oldi baribir. Ne oldi? Bilim. To'g'ri, malades. Men bu narsani xabarim yo'q edi. Prosta mana suhbatda ochilyapti-da, shu narsalar. Demak, ishxonalar rozi bo'ladi qachonki kadr bo'lsangiz. To'g'ri, bilimi bo'lsa, ish beruvchi ham ko'nadi. Men shuni aytaman-da, diplom, nimadirlar, qog'ozlar, bu ish beruvchi hozir bunga qaramaydi.
Tadbirkorlar. Tadbirkorga kim kerak? Bilimi zo'r bo'lsa, zo'r urib bersa, qattiq qonunni qanaqa ishlatishni bilsa, men o'ylayman ishga qabul qiladi. To'g'rimi? Mana man sizga aytaman, mana shu yerda ham ishladim, ham o'qidim. Hmm. Bu yoqda 4gacha ham ishladim. Endi to'g'ri, nima qilib ketganimni hisobiga soat 8dan kelaverardim. 8dan kelib, chunki bo'ynimda mas'uliyatim bor, ishim bor. Balans tushib berardingiz. Ha, bir xabar 7dan ham kelaman. 7dan keladim, 4gacha. Endi mas'uliyatni his qildik, oldik. Bizga ishonch bildirishyapti. Bizani qo'llab-quvvatlashyapti ustozlarimizni. Voqedan keladi, soat 4gacha ham ishlarni qilib, yopib, keyin o'qishga borardim. Xo'p, Asadbek, mana kontraktlaringizni o'zingiz to'lasiz. Kichigidan boshlab edingiz. Endi kattasiga o'taylik, nima plyusli bo'ldi? Plyusi oilada mashina oldik. Malades. Kattasini oldik, kichkinasini oldik. Kattasi gap yo'q, kichkinasi Matiz. Malades. Menga eng yoqqani bu Matiz bo'ldi. Legenda hozir. Ya'ni Asadbek mana halol mehnat qilib, noldan o'qib, o'rganib, mustaqil o'zini o'zi eplab kontraktlarni to'ladi. Oliy ma'lumotli bo'ldi shuning orqasidan, mehnatining orqasidan, to'g'rimi? Keyin mana kichkina bo'lsa ham Matizdan keyingi qadam Captiva bilan tugadi. Hozirgi holatingizda-da, to'g'rimi? Xudo xolisa endi to'yga harakat Malades. qilyapmiz. Shuni endi agar Allohning izni bilan bersa, Malades. Zo'r, zo'r. Misol qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, muhimi siz shu narsani xohladingiz. Boyagi gapim, ehtiyoj, maqsad ko'p narsani hal qiladi insonda. Agar maqsadingiz bo'lsa, inson o'shanga qarab yurar. Men ustozim aytadilar, meni kuzatib turgan odamlarimizga men aytgan bo'lardimki, har doim inson 1 yillik maqsadini yozishi kerak. Keyin oylik, kerak bo'lsa haftalik, kerak bo'lsa kunlik qilish kerak. Nimaga? Agar bugun ertalabdan nima planlaring borligini o'zing bilmasang, kuning просто behudaga o'tib ketadi. Sen bilishing kerak. O'shanda kuning yaxshi o'tadi. Keyin bilasizmi, har bitta narsa yozilgandan keyinchi o'sha narsa miyada aylanadi. Harakating kuchayadi, energiya bo'ladi. Keyin o'sha narsaga etap baribir inson erishadi. Alloh beradi, inson harakat qiladi, natija bo'ladi. Asadbek, mana agar hozir orqaga qaytib qolganingizda nimadan boshlagan bo'lardingiz? Nima xatoyingizni ko'rdingizki, mana 3 yil o'tdi-da hozir sizda. Boshidan nimani o'rgangan bo'lardingiz agar orqaga qaytib qolsa? Chunki mana eng ko'rib turgan odam o'sha xatoni qilmaslikka harakat qiladi. Orqaga qaytsa bir ish bo'lib yana buxgalteriya bo'lib berdi. Chunki men shu to'rtta tanishlarim universitetda o'qitirdim. Yo'lni topolmadim. Boshi uzoq qoladi, naqildi. Instaga kursdoshlarim, ana bitta og'aynim bor, Najmiddin degan. Sizlarni kursingizda o'qidi, Bekzod Mirzogida naqildi, keyin sizlar ko'p diplomni, sertifikatni, adashmasam sertifikatni ko'p diplom bilan ishga joylab qo'ydinglar. O'zingizda avtosalonga. Xudoga shukr, u bolaligim makam bo'lmadi. Malades, maraga. No, sizlar sababchi bo'lib qoldinglar. Bizga shu kerak, Asadbek. Qarang, mana real bizda shunaqa fikr borki, o'quvchilarda ham shunaqa narsa bo'ladi. O'qigani bilan real ish boshqa deb o'ylaydi. Yoki real ish boshqa, o'qish boshqa deydi. Fikringiz qanaqa? Mana o'sha tajribangizda bor, 3 yillik ko'rdingiz. Bizning o'qitish tizimimiz qanaqa bo'ldi? Mana suhbatdan o'tdingiz. Shu qanchalik to'g'ri? O'qishdagi bilimlarni realga chiqara olish kerak. Biza o'qitish tizimimiz bo'yicha realmi, real emasmi? Real. Real. U agar o'sha o'qigan odam chiqara olsa, hayot tatbiq qilsa, u real. Qarang, mana shu joyda bitta so'rab ketay. Tajribasiz odamlarning ishga kirish masalasi mana shu ko'tariladi-da, tajribasi yo'q, staji yo'q, qanaqa kiradi? Hamma joyda so'raydi deydi. Shu to'g'rimi, noto'g'rimi? Misol, mana o'zingiz ham o'quvchisiz. Staj so'raganmisiz? Xulosa nima bo'ladi deyman-da mana. Staj men so'ramayman. Men faqat o'rganganni so'raganman. Nimani o'rganding? Nimalar bor edi? Nimalarni sen ilding, nimalarni ilmading? Ya'ni u staj shu faktura
Xudoyim menga mana buni jo'natib ber, unaqa emas. Menga buxgalteriya chiqarib qilib ber. Chunki bu dunyoda odam tug'ilishi bilan nimadir bir tug'ilmaydi. Sekin o'qiydi, izlanadi, shogird tushadi. Misol uchun men ko'p joydan shogird tushdim, sizdan shogird tushdim, Audi firmada shogird tushib yurdim. Qancha-muncha joyda shogird tushib yurdim. Ota-onam aytardi, bolam pulga qiziqma. O'rgan, izlan, sabr qil. Chunki ular aytishardi, pulga qiziqsang o'smaysan. To'g'ri. Olov hunarni o'rganish kerak. Ha. Menga bitta naqa qilishgan, san yaxshilab o'rgangin, oyligingni olayotganingda o'shanda oqlab olayotgan bo'lasan. Hozir hech nimani bilmasdan oylikni so'rasang, bu o'zi halol emas anaqa oqlab Oqlab olgan olmayapsan. deyishadi. Ha, oqlab olgan. Shuning uchun nimadir oylik so'rashdan oldin ham bilimimdan kelib chiqib, o'zimni narxim, endi o'zim narxini noto'g'ri tushunsa, Ya, bilimingizga yarasha. bilimga yarasha olish kerak. Judayam zo'r. Asadbek, hozirgi kunda mana 3 yil muddat o'tibdi. Yangi boshlaganingizda qanaqa edi-yu va hozirgi holatda qanaqaga chiqsa bo'ladi? Mana ko'rib turgan odamlarga nima deysiz? Harakatiga qarab to'g'ri o'z so'radi. Misol, oylik jihatdan real ishlab turgan buxgaltersiz, ustozlaringiz bor, shogird chiqaryapsiz. Summa qanaqa bo'ladi? Buxgalter qanaqa daromad topa oladi? Va uni o'sishi uchun nima sabab bo'ladi? Buxgalter qancha oladi? Buxgalter Boshida qanaqa bo'lgan? A tochkadan B tochkaga qani urib bering o'zingizni hayotingizda. A tochkada 0 bo'lganman. Hmm. Mani oyligim faqat bilim bo'lgan. Ya'ni men ustozlarimdan men bilim mehnat qilma ularni sotib olganman. Mening oyligim shu bo'lgan. Ancha yil shunaqa oylikdan ishlab yurdim. Keyin oyligim 5 million bo'ldi, 10 million bo'ldi. Keyin 1,5 2 ming Asa bo'ladi umumiy holatda. u bilimga bog'liq. Ya'ni kadr ustozidan qanchalik bilim o'zini mehnatiga yarasha sotib olishiga bog'liq. Bir xillar bor, aprikka yuraman, O'rganaman. отчет jo'natishni o'rganaman, ketaman. Uni oyligi 2-3 million o'smaydi. Chunki u 2-3 millionlik mehnatini sotib bilim olgan. Agar bu o'z punt bilan ustozlar qadrlab, ustozlar qilib o'zini mehnati bilan ko'proq bilim sotib olganda edi, 1,5 ming ustozlarimga o'sha 5 ming dollarlab olishadi. Chunki men bitta ustozim indamasdan oladilar 5 ming. Demak, harakat qilsa 5 mingdan oshirsa bo'ladi. Bo'ladi. U muammo emas. O'rganayotgan paytida odam mehnatini endi baribir nimadir beriladi, nimadir olinadi. Mehnati sotiladi, bilim olinadi. Bu bilimda keyinchalik o'sha pulga aylantiriladi. Malades. Ancha to'g'ri fikrlidan bo'lib qolibsiz, Asadbek. Shogirdday baribir, malades. Asadbek, o'zingizni fikrlaringizni berib keting. Kuzatayotganlarga nima degan bo'lardingiz? Va qayerda o'qishni taklif qilgan bo'lardingiz? Men o'zi moliya studiyasida tavsiya beraman. Chunki o'zimni akamga tavsiya berganman. O'zimni родной akam, 1 yoshli bolasi bor, uylangan bolaga davaka o'qish kerak. Moliya studiyasini o'zi judayam aniq tavsiya beraman. Chunki qancha tanishlarim o'sha yerda o'qiganimizda kam bo'lishmadi. Alhamdulillah, ular hozir yaxshi joyda ishlab, yaxshi daromad normal soha ko'tarishyapti. Ular o'zi har xil soha vakillari, aynan maysi moliya. Misol uchun men aytayolmayman, o'zim moliya sohasida o'qidim, moliya sohasida o'zim soham bo'yicha buxgalteriyani o'rgandim, nima qildim. Boshqa men tanishlarim, akamlar boshqa qarindoshlar naqili ular boshqa soha vakillari edi, o'rganishdi. O'zida bor edi, bir xil naqili oldin doktor bo'lgan, naqa bo'lgan, hozir zo'r buxgalter. Mana bitta tanishim bor. Oldin aptekachi bo'lib ishlagan. Hozir turkiyaliklarni qo'lida gilamli buxgalter bo'lib ishlaydi. Oyiga eng kamida 2 ming 3 ming topadi.
yana ayol boshi bilan. Malades. Hozirgi kunda bitta korxonaga qarab qolmagansiz, to'g'rimi? Qo'shimcha korxonalar bormi? Bor. Qo'shimcha daromadlar. Nechta korxona qildingiz? To'rtta. Malades. Misol uchun 4 tadan ham o'rtacha 200-300 dan kelib tursa ham hanni bo'ladi. Yana asosiy joyingiz bor. Malades. Hozir mana necha yoshdasiz? Shunda 23. 23. 23 yoshda o'zi yomon emas. Inson demak 2000-3000 atrofida 23 yoshda ham topsa bo'ladi. Bo'ladi. Harakat qilsa demoqchiman-da. Endi aynan sizni daromadingizni ochish niyatim yo'q. Chunki undanda ko'p bo'lishi ham mumkin. Endi bu shaxsiy sizni o'zingizni topish tutishingiz. Просто men nimani aytmoqchiman? Har doim inson boshlayotganda avvalambor Allohga tavakkal qilishni bilishi kerak. Chunki tavakkal qilganda oldin sabablarni ham qilish kerak. To'g'rimi? Men mana dars o'tganimda ham, o'tayotgan paytimda ham sizlarga shu narsani aytardim-da. Hozir qiyindek tuyulishi mumkin o'qish, lekin o'qishni o'zini davri bor. Ishlashni ham davri bor-da. O'qish paytida inson zo'r o'qib qo'ysa, u yog'ida muammo bo'lmaydi. Mana siz bilan gaplashib turamiz orada. Shunday katta mehmonxonada buxgalter bo'lib ishlashingiz o'zi bir quvonarli holat. Chunki men o'zim ko'rib xursand bo'lganimdan keyin ota-onangiz qancha xursand bo'lishadi, uni faqat ota-onaning o'zi biladi-da. Bu zo'r. Bu zo'r. Men xohlardim hamma insonlar avvalambor maqsadini qo'ysa, harakatini qilsa, sabablarni qilsa, Alloh o'sha natijasiga yetkazadi. Sabablarni qilsa bo'ladi albatta demoqchiman-da. Bizi ustozimiz, ustoz yo'nalish beradigan odam. Chunki u bizda o'qiydimi, boshqa joyda o'qiydimi, uning ahamiyati yo'q. Chunki hamma joyda ham ustozlar bor. Muhimi bu yerda o'quvchining o'zida qolgan gaplar. Real natijalar, hamma narsani gapiradigan narsa u o'zi. Mana oldingi Asadbek 3 yil oldin qanaqa edi? Mana o'zingiz aytasiz, men bu ishdan bu ishga ko'tarildim. Ya'ni maqsad bo'ldi. Toza kiyimda, kasb-ishimda yurish maqsadi bo'ldi va yuqori daromad. Alhamdulillah mana ikkita mashina qilibsiz, ota-onaga yordam qilyapsiz, ro'zg'orga yordam qilyapsiz, to'g'rimi? Mana kontraktlarni to'ladingiz. Mana endi uylanaman deyapsiz, o'zingiz eplayapsiz. Demak, buxgalteriyadan ham shunaqa narsalar qilsa bo'lar ekan. Qilsa bo'ladi. Avvalambor sabr qilish kerak. 4 oylik kursmi? 4 oylik kursda faqat o'qish kerak. Mana to'xtash kerak emas. Bugungi suhbat uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat. Ham shogirdsiz, ham mana mutaxassis bo'ldingiz, ham hamkasbga aylandingiz. Malades, ko'rib xursand bo'ldim. Bu yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Alloh omadingizni bersin. Yuqori cho'qqilada davom ettiring. Chunki bizani men ustozim duo qiladilar-da, shogirdlaringiz orqangizdan o'sirsin, ko'paysin deyshadi. Shunaqa shogirdlar o'ssa biz xursand bo'lamiz. Ularni ko'rsangiz natijasi bilan biz ham quvonamiz, faxrlanamiz-da. Mana shu yigit qanaqa edi-yu, qanaqa darajaga chiqdi. To'g'ri, avvalambor Alloh beradi, lekin qaysi insonlar sababchi bo'ladi. Shu uchun bugungi suhbat uchun alohida yana rahmat aytaman. Alloh omadingizni bersin Asadbek. Albatta endi bu bilan cheklanib qolish kerak emas, o'sishda davom etish kerak. Asadbek rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.